Pijani Nexia'dagi ko'kalarga srochni tashlamasalar bo'lmaydi. Nexia asosan bir qaranganda. Nexia Sustainable. Qashtiratnoy turibdi. Vashib cho'tka ekan, bor-ku. Bir aybi maydalanishga kelgan. Mana shu mashina maydalar ekan. Mana. O'zining radnoy mashin. Bular metan. Metan ham sotiladi. Metan ham adini sotiladi. Birinchiga brendasi kerak bo'lsa kesin sotib beradi. Mopot, katta murda, mayda murda qilib beramiz. O'talama? Ha, turgan joyda shunday qo'shing o'taladi. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, bog' yemaydi. Xohlovchilarga mana ichkarida Rossiya yukimiz ham bor. Rossiyadan kelgan motorlar ham bormi? Haydaga qarab ko'raylik. Mana bu Rossiyadan kelgan katta murda deyiladi. Bu maydalanib bo'ldi bu. Bu maydalanadi. Ko'z zapchaslari bor, ehtiyot qismlari. Mana motorlarimiz bor. Ko'zim zapchasi hammasi shu Hammasi bor. Mana motorlarimiz ichini yoqib ko'raversin. Buni ichini oling. Sap sariq turibdi. Tarpida. 900 ming so'mdan beramiz. Nechta tarpida? 2 tarpida, komplekt, hamma narsasi joyida. Tablosi bo'lmaydi, bo'ldi faqat uning. Ular Rossiyadan kelyapti. Hammasi Rossiyadan kelgan yuk. Xohlovchilarga mana ashifka bor. 1 million 600 ming so'm qilib beramiz. Pechka korpuslar bor. Korobkalar necha pul? Korobkalar 1 million 600 ming so'mdan. Yana ham kelishtirib beramiz. Rossiyadan kelgan birinchi qo'limiz aka. Biri oltining oxirgi taqalgan narxi necha pul? Zo'ri. Motorma. Ha, endi 8 million qilib beramiz. Rossiyadan ketdi. O'zimizda maydalanganini 6 million qilib beryapmiz. Bu Rossiyadan kelgan, Bu ha? Rossiyadan kelgani. Mana vallar bor, 1.6 ga, Sonuska, hamma zapchaslarimiz bor, vakuum bor. 1.5, 1.6 qilaman.